alaykum. Bugungi brifingimiz mavzusi Andijon suv ta'minoti aksionerlik jamiyatida korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ta'minlash va o'tgan davr mobaynida kompleks nazorat xizmati tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida. Korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashish, davlat xaridlarining ochiqligini va shaffofligini ta'minlash hamda manfaatlar to'qnashuvini oldini olish Andijon suv ta'minoti aksionerlik jamiyatida faoliyatning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Jamiyat tomonidan tuzilayotgan barcha xo'jalik shartnomalariga O'zbekiston Respublikasining davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablariga muvofiq korrupsiyaga qarshi qoidalar kiritilgan. Mana shu o'tgan hisobot davrida jami 49 ta umumiy qiymati 1 milliard 459 million so'mlik shartnomalar o'rganib chiqildi. Kompleks nazorat xizmati tomonidan o'z faoliyatida yangi ishga qabul qilinayotgan 159 nafar xodimni mehnat shartnomalari tuzilishidan oldin belgilangan tartib asosida ularning faoliyati o'rganildi. Shuningdek, ularning korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida maxsus seminar-treninglar tashkil qilindi. Joriy yilda barcha xodimlar uchun manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi, odob-axloq qoidalari hamda korrupsiyaga qarshi tamoyillar yuzasidan onlayn seminarlar o'tkazildi. O'tkazilgan seminarlardan so'ng tanlov asosida 51 nafar xodimning bilim va ko'nikmalari baholandi. Kompleks nazorat xizmati tomonidan hisobot davrida jami 17 ta targ'ibot tadbirlari tashkil qilib, ularning barchasi tizim tashkilot xodimlari o'rtasida o'tkazildi va o'tkazilgan targ'ibot tadbirlarimiz 4 tasi matbuot xizmati tomonidan ommaviy axborot vositalarida yoritib borildi. Shuningdek, mana shu o'tgan davr mobaynida 107 nafar xodimlar bilan yakka tartibda profilaktik tadbirlar o'tkazildi. O'tgan hisobot davrida korrupsiyaviy holatlar va boshqa huquq buzarliklar yuzasidan jami 20 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, barcha murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, ijrosi ta'minlandi. Ularning asosiy qismi iste'molchilarning to'lovlarini o'z vaqtida hisobga olmaslik hamda suv hisoblagichlarini o'rnatish jarayonida ortiqcha mablag'lar talab qilinishi bilan bog'liq holatlarga tegishli bo'lgan. Kelib tushgan murojaatlar asosida jami 5 ta xizmat tekshiruvlari o'tkazildi. O'tkazilgan xizmat tekshiruvlari natijasi bo'yicha 2 nafar xodimga intizomiy jazo choralari qo'llanildi va 4 nafar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomalari bekor qilindi. Jumladan, Jalaquduq tuman filiali inspektori tomonidan fuqarodan qabul qilingan to'lovlarni o'z vaqtida billing tizimiga kiritilmagani sababli u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Fuqarolarning murojaatlari bilan tezkor ishlash maqsadida jamiyatda zamonaviy aloqalar vositalari yo'lga qo'yilgan. Xususan, ishonch telefoni, elektron pochta, Telegram bot va rasmiy veb-sayt orqali murojaat qilish imkoniyatlari yaratilgan. Har bir murojaat yuzasidan tezkor choralar ko'rilishi hamda murojaat etuvchining shaxsi sir saqlanishi kafolatlangan. 2006 yil uchun tasdiqlangan reja asosida jamiyatning shahar va tuman filiallarida muntazam ravishda o'rganishlar olib borilmoqda. Unda davlat xaridlari qonunchiligiga to'liq rioya etilishi, ayrim iste'molchilarning to'lovlarini o'z vaqtida hisob raqamlariga kiritilmagan holatlari aniqlangan. Xususan, mana shu o'tkazilgan o'rganishlar davomida Andijon shahar filialida inspektorlar tomonidan undirilgan 600 million so'm pul mablag'lari jamiyat hisob raqamiga o'z vaqtida kirim qilinmaganligi aniqlanib, mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Hisobot davrida kompleks nazorat xizmati tomonidan jami 15 ta o'rganish tadbirlari o'tkazilgan. Natijada jami 747 million so'mlik xato va kamchiliklar aniqlangan bo'lib, ko'rilgan choralar natijasida 147 million so'mlik pul mablag'lari va tovar moddiy boyliklar jamiyat hisob raqamlariga qaytarilgan. Shuningdek, 600 million so'mlik bir holat bo'yicha to'plangan materiallar huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etilgan. Manfaatlar to'qnashuvini oldini olish maqsadida jamiyatga ishga qabul qilinayotgan xodimlar, rotatsiya qilinayotgan hamda amalda faoliyat yuritayotgan rahbar va xodimlardan har yili deklaratsiya to'ldirib, ularning o'zlarining yaqin qarindosh, aloqador shaxslar va ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi haqida ma'lumot taqdim etadi. 2026-yilning yanvar-fevral oylarida hududiy filiallardagi barcha boshqaruv va mutaxassis xodimlardan mazkur deklaratsiyalar to'liq qabul qilib olingan. Shu bilan birga sohada xodimlar qo'rquvsizligi yuqoriligi, ayrim kamchilik keltirib chiqarayotgani qayd etilgan. Kelgusida
hududiy filiallar rahbarlari va kadrlar bo'limlari tomonidan ushbu yo'nalishda alohida e'tibor qaratilishini hamda kompaniyasi nazorat xizmati tomonidan esa nazorat tadbirlarini yanada kuchaytirilishi belgilab olingan. Korrupsiyaga qarshi kurashish, shaffoflikni ta'minlash va qonun ustuvorligini mustahkamlash borasidagi ishlar kelgusida ham izchil ravishda davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.